va shahrimizning mehmonlari, hamisha navqiron, xulqand latiflik o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan aziz mehmonlari. Bugun Xudoyorxon o'rdasida O'zbekiston mustaqilligining 31 yilligiga atalgan yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz shiori ostida o'tkazilayotgan tantanali anjumanimizga xush kelibsizlar. Bu dunyoda jannat monand yerlar bisyor. Bu dunyoda oq-u qaro ellar bisyor. Ammo yo'qdir bu dunyoda sendek diyor. Jonim ichra jonimdirsan O'zbekiston. Tuprog'ingda ajdodlarim izi qolgan, bobolarim terlarining tuzi qolgan, har gardida momolarim o'zi qolgan. Jonim ichra jonimdirsan O'zbekiston. Qo'li qadoq dehqon elim, sulton elim, ko'ksi yurtga doim balogardon elim, o'z yurtiga sohib qiron xoqon elim. Jonim ichra jonimdirsan O'zbekiston. Endi tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini Qo'qon shahar hokimi Usmonov Ma'ruf A'zamchiga beraman. Alaykum hurmatli hamshaharlar. Bugungi kunda mamlakatimizning turli jabhalarida mustaqillik bayramimizni shodiyonalari shukuhi davom etyapti. Muhtaram yurtboshimiz 31-avgust kuni shu mustaqilligimizning 31 yilligi bilan munosabatida butun mamlakatimizga o'zlarini shu bayram tabrigi bilan chiqdilar. Bayram tabrigida eng asosiy masala mana shu yangi O'zbekiston, yangi jamiyat qurilishida O'zbekistonda inson aziz, el aziz shiori ostida o'tkazilayotgan tadbirlardan eng katta maqsad mana shu o'tkazilayotgan islohotlarning birdan bir maqsadi odamlarimizni bugungi kunda daromadini oshirish, ularni hayotdan rozi qilish. Eng asosiy mana bugungi tahlikali, shiddatli zamonda odamlarimizni tinchlik, osoyishtalikda va to'kin sochinchilikda yashashlarini shukuhi. Bugungi kunda mana bo'layotgan atrofimizdagi voqealarda o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Hamma narsa tinchlikda 31 yillikda mustaqilligimizga erishish bu oson bo'lmagan. Juda katta mehnatlar qilindi. Mana oxirgi 6 yildagi islohotlarda agar sanab o'tadigan bo'lsak, har bir sohada o'zini juda katta izini va chuqur nishonasini qoldiryaptiki, mana shu bugungi kundagi dorilamon islohotlarda hammamiz sezib turibmiz, ham shiddatli, ham dolzarb amalga oshayotganini va bugungi kundagi har bir tinchligimiz, islohotlarda qat'iy ketishi bu muhtaram prezidentimizning dono siyosatlarining natijasi. Bugungi kundagi butun dunyo mamlakatlari mana shu O'zbekistonga qarab bugungi kundagi qisqa muddatda amalga oshirilayotgan izchil zabardast islohotlarni va xalqning birligi, ko'p millatli xalqimizning birligi, qat'iyatligi bilan amalga oshirilayotganligini juda katta e'tirof qilyaptilar va bugungi kunda mana shu ishlarni bardavom qilishda har bir davlat o'ziga bir dastak va namuna qilib olyaptiki, bu ham mana shu qilinayotgan ishlarimizni hammasini to'g'ri yo'lda ketayotganimizni bildiradi. O'zlaringiz juda yaxshi bilasizlar, 70-yillarda Turkiya, Xitoy davlatlari, Yujniy Koreya davlatlari halol davlatlar bo'lgan, lekin ularning ustiga Deng Siyopin Xitoyga, mana Turkiyaga Halil Turg'ut Azal kelib qat'iy islohotlarni o'tkazishi natijasida shu mamlakatlar rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shildi. Mana shunday islohotlar, shunday ishlar mana bizni mamlakatimizda ham qat'iy olib borilyaptiki, hali 3 yil yoki uzog'i 5 yil o'tmasdan bizda ham mana shunday katta yirik eng yuqori darajadagi davlatlar qatoriga kirish imkoniyati paydo bo'ladi. Buning uchun hamma birinchi navbatda albatta ta'lim, ilm bilan har bitta narsaga ilmiy yondashuv bilan ish olib borishimiz kerak. Albatta tashqaridan kelib bu ishlarni yechim qilib bermaydi. Biz mana shu yoshlarimizni bugungi kunda yaxshi ilm, raqobatbardosh va bugungi kunda har bitta davlatda o'zlarining ishlarini olib boradigan insonlar qilib, ilmli qilib yaratishimiz kerak. Mana kuni kecha Kanada, Amerika, Isroil va Avstriyada
bizni Qo'qon shahridan ketib o'sha yerda yashayotgan Buxoro yevreylari kelib o'zlarini mana shu joyda qoldirgan ota bobolarini qabristonlarini ziyorat qildilar va ular menga shu gapni aytdilarki, Amerikada ishlayotgan, borib yashayotgan yevrey va albatta mana shu o'zbeklar butun hammadan ajralib turadi deydi. Bularning qilgan mehnati, bularning qat'iyatliligi, bularning ish bilganligi mana biz butun dunyo mamlakatlaridan kelgan odamlar bilan yerda ko'ramiz deydi. Lekin Qo'qondan borganlar, O'zbekistondan borganlar butunlay ajralib turadi deydi. Menga shu gapni aytdiki, bular endi juda katta boylar, ichlarida 12 ta juda katta millioner, juda katta ishbilarmonlari bor. Sizlar o'zlaringni odamlaringni hali juda bilmaysizlar imkoniyatlarini. Ular shunaqa narsani yaratyaptiki, aytdi butun dunyo Amerikani hayron qoldiryapti. Qilayotgan ochgan korxonalari bilan. Shuning uchun biz bugungi kunda muhtaram yurtboshimiz mana shu O'zbekistonda inson qadri, el aziz degan mana shu yurtda yashayotganligimiz, muhtaram yurtboshimiz mana shu har bir vatandoshimizga, har bir hamshaharimizga, har bir fuqaromizga hurmat, ehtirom bilan qarash, ularni dard va muammo masalalarini hal qilishni qonun darajasiga chiqardilarki, bizi odamlarimizga boshimiz egilguncha ta'zim qilishimiz kerak. Bizi odamlarimiz mehnatkash, sabr, toqatlik, har bir masalani o'zi yechib, o'zi oxirigacha yetkazib keladi. Ayrim masalalarda madad, ko'mak so'raydi. Mana shularga albatta biz ko'makdosh, qo'llab-quvvatlovchi bo'lishimiz kerak. Qo'yingki, mana shu bitta xulosaga kelindiki, bizi odamlarimizda qangi ilm ma'rifatli odamlar yo'q. Mana o'zlaring bilasizlar, ilm ma'rifatda ota bobolarimizni ulug' kitoblarimizda yozilgan beshikdan to qabrgacha ilm izladi. Mana bugungi kunda har bir odam mana shu ilm orqali o'zini avlodini yaratadi. Hattoki mana shu yaratganda Parvardigorning shunday mo'jizasi shundan ko'rinadiki, buva, ota-ona bugungi kunda ilm bilan shug'ullanib, ilm orqali o'zlarining farzandlariga o'sha narsalarni tilasa, bilasizlar, bu duo qilish degani bu elektromagnitniy polye. Bizda hamma narsa ota-ona avlod bilan, o'sha odam bilan elektromagnitniy polye orqali beriladi. Buni endi amaliyotda ham, ulug' kitoblarimizda ham hamma joyda bu biriktirilgan. Hozir butun dunyo olimlari ham mana shu narsani isbot qilyapti. Buvani o'qigan, aqliga olgan narsasi ham nevara o'g'ilga berilaveradi. Buva ham o'tirgan joyida o'qib olgan ilmini mana shu farzandimga nasib qilsin, farzandim mana shunaqa bo'lsin desa, elektromagnit polye orqali ham boraveradi. Biz o'zimiz juda yaxshi bilamiz, mana amaliyotda ko'rganmiz. Kitob o'qib olim bo'lganlar bor. Kitob o'qimay olim, farosatli insonlar bor. Kitob o'qimaganlari mana shu ota-bobolari, ota-onalarini ko'p o'qiganligini orqasidan kitob o'qimasa ham aqlli, ziyoli bo'lib boradi. Mana shu narsalarda hammasi bitta narsaga qaratilgan, u ham bo'lsa ilm olishga, yoshlarda shu madadkor bo'lishga. Shuning uchun eng katta ilmlik, eng katta boy odamlar shuni aytayaptiki, qanday boy bo'lish mumkin? Qanday yaxshi narsalarga erishish mumkin? Siz bitta narsani o'rganish kerak. Duo qilishni o'rganish kerak. Ya'ni nima xohlayotganingizni, nima qilayotganligingizni va ichingizda o'sha narsani ishonishingizni o'rganishingiz kerak. Siz hamma narsani o'qib olishingiz mumkin, lekin maqsadni shakllantira olmasangiz, duoni, ya'ni bizning ulug' kitoblarimizda yozilgan amallar niyatga bog'liq. Ya'ni siz shu niyatingizni shakllantira olmasangiz, hamma narsa pastga yotganda, yerda yotganda yotaveradi. Siz o'sha olgan ilmingizni jamlab, nima xohlayotganingizni aytishingiz kerak, o'sha yerda qat'iyatli bo'lishingiz kerak. Bularni keltirgan misollarimiz hammasi mana shu yaratilgan ulug' kitoblarimizda, ajdodlarimizning qolgan merosida mana shu mujassam. Ya'ni bir narsani oldingizmi, ikkinchi narsaga, natijaga erishishga harakat qilish kerak. Yoshlarimizga mana shu yo'lda kuch-quvvat tilaymiz. Mana shu yerda o'tirgan barchamizga mana shunday ilmli bo'lsin. Doim tilaklarimizda farzandlarimiz ilmli bo'lsin, aqlli bo'lsin, zakovatli bo'lsin, farosatli bo'lsin va qilgan ishlarining maqsadiga erishib keladigan farzandlar bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo, mustaqilligimiz abadiy, yurtboshimiz omon bo'lsin. Mana shu tadbirda ochiq deb e'lon qilaman.
Dilfuzaxon Atamurotova. Qo'qon davlat muzey qo'riqxonasi zam direktori. Hammamizga juda ham ustozdek bo'lib qolgan, muzeyda uzoq yillardan beri faoliyat olib borayotgan Yahyoxon domla Dadaboyev. Yahyoxon domla, tabriklaymiz. Rahmat sizga, ko'p yillik uzoq faoliyat olib borganingiz ustoz. Ko'p yillarga sog' salomat bo'ling. Muzeyimizni yuragi desak ham bo'ladi. Nozimaxon Fozilovaga. Endigi tabriknoma shahrimizdagi Buyuk Allomalar muzeyi filial mudiri Rahmatullo aka Ziyayev. Xuddi shunday tabriknoma bilan Jami amaliy san'at muzeyi mudirasi Muattarxon Nosirova. Bugun bu yerda O'zbekiston Badiiy akademiyasi Badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zosi iste'dodli rassom Alijon aka Rahimov tomonidan mustaqilligimizning 31 yilligiga atalgan san'at asarlari ko'rgazmasi ham namoyish etilgan. Marhamat mehmonlar, ko'rgazma bilan ham tadbir davomida tanishishingiz mumkin. Endigi navbatni Qo'qon shahar Qo'qon davlat musiqali drama teatrining mahoratli aktyori Mansur Shuhratjonga Amir Timur monologini ijro etib beradilar. Marhamat. muammoni hal etar bo'lsak, kengash qildik ahli din u fazillar bilan. Kengash qildik bahodirlar, amirlar bilan. Biroq farmon yagonadir, saltanat bitta. Har qandayin davlatni ham boshqarmoq uchun eng avvalo yo'riq kerak. Qoidadir. Biz uni tuzuklik. Tajribadan bunyod bo'lgan xulosalarni tuzukotda peshma-pesh bayon qilganmiz. Ushbu uch jihat: yagona shoh, mo'l xazina, yengilmas lashkar. Siz askardan ayamangiz moli dunyoni. Suyurg'onlar bering, unvonlar bering. Xasislarning qismatini yaxshi bilamiz. Xazinani esa faqat raiyat qopladi. Turkistonda yashab o'tgan Hazrati Sulton Xo'ja Ahmad Yassaviyni yaxshi bilasiz. Hanuz yashar u Hazratning nasihatlari, hikmatlari, bitiklari.
bobomizning muborak go'rlari uzra o'ta ko'rkam hashamatli maqbara qurdik. Payg'ambarning yoshlariga yetganda yoshi etak silkib bu dunyoning tashvishlariga yer ostiga kirib ketmiş. Yuk bir jumboq. O'qdim tushlarimga kirar ul hazrat. Bizlarchi. Bizlar esa yer ustiga mas'ulmiz ko'proq. Garchi qolib ketayotur qancha niyatim, men suronli hayotimdan roziman. Buyuk davlat barpo etdim Tangriga shukr. Qo'riqlang, uni sizga qoldirmoqdaman. Siz millatning dardlariga darmon bo'lingiz. Yo'qsillarni aslo boylarning zulmiga bermang. Orangizga sira tushmasin nifoq. Bolalarim, xoinlardan bo'linmang. İnson zoti ko'p narsaga chidaydi, ammo poymol bo'lsa toqat qilolmas. Shunqorlarim, adolatni dastur tutingiz. Eng avvalo vatan ila millatni saqlang. Qo'qon shahar 7-bolalar musiqa va san'at maktabining iste'dodli raqqosa qizlariga beramiz. Marhamat. Endigi navbatni yurtimizning posbonlari, xalqimiz qalqonlari Qo'qon shahrida joylashgan 42090 harbiy qismining harbiy xizmatchilari tomonidan chiqishga marhamat. Ana qara. Yeah.
Endigi navbat yana Qo'qon shahar 7-bolalar musiqa va san'at maktabining iste'dodli qizaloqlariga. Endigi navbat 7-musiqa bolalar san'at maktabining doirachi yigitlariga. Marhamat yigitlar.
31 yilligiga atalgan tadbirimizning birinchi qismi yakuniga yetdi. Xodimlariga mana shu tadbirda tashkil qilishga yordamlashgan xodimlarga hammasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. 4290 harbiy qismiga, Qo'qon shahar madaniyat bo'limiga, albatta hokimiyatimizga, 7-son musiqa maktabiga hammaga minnatdorchilik bildiramiz.